Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, xush kelibsiz. Bugun biz juda qiziqarli va hayajonli mavzuni muhokama qilamiz. Tasavvur qiling, agar 2026 yilgi Chevrolet Matiz qaytib kelsa, bu eng qimmat mashina bo'la oladimi? Eng hayratlanarli jihati shundaki, unda hech kim kutmagan yangi imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Ushbu video sizga bu mashinaning konsepti qanday bo'lishi mumkinligini barcha tafsilotlari bilan ko'rsatadi. Keling, boshlaylik va birga ko'raylik. 2026 Matiz bizga qanday yangi dizayn, funksiyalar va texnologiyalar taklif qilishi mumkin? Avvalo, Chevrolet Matiz haqida qisqacha eslatib o'taylik. Bu mashina avvalgi modellari bilan butun dunyo bo'ylab juda mashhur bo'lgan, kichik, shaharda yurish uchun qulay va yoqilg'i tejovchi edi. 2026 yil modeli esa butunlay boshqacha, futuristik va zamonaviy ko'rinishga ega bo'ladi. Hozirgi avtomobil sanoati texnologiya, ekologik standartlar va innovatsiyaga katta e'tibor qaratmoqda. Shuning uchun yangi Matiz ham ilg'or texnologiyalar va yangi dizayn elementlari bilan kelishi kutilmoqda. Dizayn haqida gapirsak, 2026 Matizning tashqi ko'rinishi avvalgi modellarga nisbatan butunlay yangi chiziqlar, aerodinamik shakllar va futuristik detallar bilan ajralib turadi. Avtomobilning old paneli zamonaviy LED lampalar bilan jihozlangan va radiator panellari to'liq yangilangan. Bu Matizga nafaqat chiroyli ko'rinish beradi, balki shaharda boshqarish uchun ham qulay bo'ladi. Shuningdek, mashinaning o'lchamlari biroz kattalashtirilgan, ichki makon esa kengaytirilgan. Bu esa yo'lovchilar uchun qulaylik yaratadi. Ichki dizayn ham futuristik bo'lishi kutilmoqda. To'liq raqamli displey, infotainment tizimi, AI yordamida boshqariladigan sensorli panel, qulay o'rindiqlar va zamonaviy materiallar mashinaning asosiy jihatlari bo'ladi. Yangi Matiz nafaqat shaharda, balki uzoq yo'llarda ham qulay bo'ladi. Ichki materiallar ekologik va mustahkam bo'lib, uzoq muddatli foydalanish uchun ideal hisoblanadi. Texnologiya jihatidan yangi Matiz AI tizimlari bilan jihozlanadi. Avtomatik haydash yordamchilari, to'siqlarni aniqlash tizimi, park qilishda AI yordam, tezlikni avtomatik nazorat qilish va boshqa ilg'or funksiyalar haydovchiga qulaylik va xavfsizlikni ta'minlaydi. Shuningdek, energiyani tejash tizimlari ham mavjud bo'ladi. Hibrid yoki elektr variantlari orqali yoqilg'i sarfi kamayadi va atrof muhitga zarar yetkazilmaydi. Yoqilg'i sarfi haqida gapirsak, shaharda taxminan 20-25 kim 1 litr bo'lishi mumkin. Yo'llarda esa bu ko'rsatkich biroz oshadi. Servis va texnik xizmat xarajatlari avvalgi modellarga nisbatan biroz ko'proq bo'lishi mumkin, lekin ilg'or texnologiyalar va bardoshli materiallar uzoq muddatda xarajatlarni kamaytiradi. Shu sababli yangi Matiz nafaqat chiroyli, balki iqtisodiy jihatdan ham foydali bo'ladi. Bu yerda aniq narx berilmaydi, balki konseptual tasavvurga asoslangan. Mashinaning boshqa imkoniyatlariga e'tibor qarataylik. Ichki dizayn bilan bir qatorda audio tizim, havoni tozalash tizimi, sensorli ekranlar, Bluetooth va internet bilan bog'lanish orqali shaxsiy sozlamalarni eslab qolish funksiyalari mavjud bo'ladi. Bu mashina nafaqat qulay, balki interaktiv va zamonaviy bo'ladi. Shuningdek, xavfsizlik tizimlari, airbags, apps va boshqa ilg'or tizimlar ham yuqori darajada bo'ladi. Tashqi ranglar va maxsus versiyalar ham mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, sport versiyasi, elektr versiyasi yoki cheklangan seriyadagi ranglar bilan yangi Matiz yanada jozibador ko'rinadi. Bu barcha jihatlar mashinaning konseptual qiziqishini oshiradi va tomoshabinlarning tasavvurini kengaytiradi. Agar xaridorlar nuqtai nazaridan qarasak, yangi Matiz shaharda foydalanish uchun eng qulay bo'ladi. Texnologiyaga qiziqqan va yangi modellarga qiziqqan insonlar uchun bu juda jozibador variant bo'ladi. Lekin katta oilalar yoki uzoq yo'llarga harakat qiladiganlar uchun u kichik va ixcham bo'lgani sababli boshqa variantlarni ko'rib chiqish tavsiya etiladi. Matizning ichki imkoniyatlarini batafsil ko'raylik. To'liq raqamli displey, infotainment tizimi, AI yordamida boshqariladigan sensorli panel, qulay o'rindiqlar va zamonaviy materiallar uning asosiy jihatlari hisoblanadi. Shuningdek, mashinaning interaktiv tizimlari foydalanuvchi tajribasini oshiradi va har bir yo'lovchi uchun qulaylik yaratadi. Audio tizim, internet bilan bog'lanish va orqali shaxsiy sozlamalarni eslab qolish kabi funksiyalar ham mavjud bo'ladi. Mashinaning tashqi va ichki dizayni, AI tizimlari va innovatsion xususiyatlari uni boshqa shahar avtomobillaridan ajratib turadi. Shuningdek, hibrid yoki elektr variantlari orqali ekologik jihatdan foydali bo'ladi va atrof muhitga zarar yetkazilmaydi.
Bu mashina kelajak avtomobili sifatida qaraladi va texnologiya ixlosmandlari uchun juda qiziqarli variant bo'ladi. Shuningdek, mashinaning dizayni va texnologiyasi uni yosh avlod va texnologiya ixlosmandlari uchun jozibador qiladi. Kichik va ixcham bo'lsa-da, ichki makoni va zamonaviy tizimlari bilan qulaylik yaratadi. Yangi dizayn va rang variantlari uni noyob qiladi va xaridorlarni qiziqtiradi. Yakunda 2026 Chevrolet Matiz konsept avtomobili nafaqat futuristik va zamonaviy dizaynga ega, balki texnologik jihatdan ham ilg'or bo'ladi. Sizga barcha tafsilotlarni ichki va tashqi dizayn, funksiyalar va qiziqarli imkoniyatlar bilan tanishtirdik. Ushbu mashina texnologiya ixlosmandlari va konsept avtomobil kollektorlar uchun juda qiziqarli bo'ladi. Shu bilan birga, oddiy xaridorlar uchun ham kichik o'lcham va ixcham dizayni sababli boshqa variantlarni ko'rib chiqish mumkin. Bugungi videoda biz 2026 Chevrolet Matiz konseptini barcha tafsilotlari bilan ko'rib chiqdik. Uning dizayni, texnologiyasi, ichki va tashqi ko'rinishi va mumkin bo'lgan qiziqarli funksiyalari haqida gaplashdik. Siz uchun bu mashina qiziqarli bo'ldimi? O'z fikringizni izohlarda qoldiring. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelajak avtomobillari va yangiliklar haqida ko'proq ma'lumot olish uchun bildirishnoma tugmasini yoqing. Biz sizga doimo qiziqarli va ma'lumotli kontent taqdim etamiz. Bugungi video shu bilan yakunlandi. Biz birga futuristik va hayajonli 2026 Chevrolet Matiz konseptini ko'rib chiqdik. Keyingi videolarda boshqa qiziqarli avtomobil konseptlari va texnologik yangiliklarni muhokama qilamiz. Kanalga obuna bo'ling va yangiliklardan xabardor bo'ling. Diqqat bilan tomosha qilganingiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.